Uyg'ur yazgıçılары Hacı Mirzahid Kerimi Savud Davudlarning Millatlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Saidaxon nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Umma Gulsum mehmonxonaga kirmay, agimlar bilan tutashtirilgan guldori to'ruglik peshayvonda balalarini kutib o'tirdi. Ang avval bog'dan yugurib chiqqani o'g'illarining kenjisi 16 yoshlik Tumurbay bo'ldi. U kelganicha onasidan 2 qadam nerida to'xtab salom berdi. Ana bu balasiga dadasining etini qo'yib qo'ygan edi. Qolgan 4 o'g'ilmo orqa-orqadan chiqib, sal yiqqan holda salom berishdi. Xudo sizlarni o'z panohida saqlasin bolalarim. Umma Gulsumning o'ychan ko'zlaridan yosh taramladi. U haqiqiy sarkardalarda kiyinib, qilish osgan cho'ng o'g'liga qaradi. Balam, o'tdan o'tib o'tamsizlar. Kelinim qandaqroq? Allah panohida o'tdan turib javob berdi cho'ng o'g'li Ali Bey. İnillerimga qilishvazliqni, dushmanga qandoq taqobil turishni, dushman bilan qandoq jang qilishni o'rgatyapman. Ana, siz bo'lsangiz rahat parog'atni bolalaringizni unutib qo'yapsiz. Xudo har biringlarga nusratni yor qilsin. Ana ko'z oldidagi tog' qarg'aylardek bo'y talashib turgan o'g'illariga mehr bilan qaradi. Balalarning hammasi qora ko'z, do'qmonlay bo'lib, chiroyi bir-biriga o'xshib ketadi. Bo'ybasta jihatdan farqlanib turadi. 105 ga loyiq malxay kiygan Ali Beydan boshqa to'rtining beshida badam to'pi bor edi. Ikkinchisining eti Osman Bey, uchinchisining eti Turg'un Bey, to'rtinchisining eti Vali Bey edi. Xudoga shukr, yetim bolalarimdan mushundaq azamatlar chiqqaniga endi vaqt yetibdi. Bularga oti to'g'riliq so'zlab beray. Ko'ngliga shularni putgan ona peshayvon tarafga echilgan mehmonxona darizasi yana qo'yilgan Abduvani ko'rsatib Ali Bekka dedi. O'g'lim, buni sultonimiz Mirza Abobakir to'yinga sovg'at qilib mendan avatdi. Qabul qilg'aysan. Ali Bekning qora qoshlari lekkada ko'tarilib qo'shilib turildi. Bug'doy o'ng yuzi birdala tatirib ketdi. Ko'zlaridan o't chaqnab, Abduvaga qadalganicha turib qoldi. Umma Gulsum ansizchilik ichida. Balam, men bo'ldim. Chiroying hajab o'zgarib ketdi-ku. deb oldiga berishiga Ali Bey onasiga go'laydi. Sen otamning qotiliga tegib berib, bizni bo'lsa g'olchilarga tashlab berding. Bular hech nimani bilmaydi deb rahat parog'at o'tyapsan. Rost, bu inelerim bilmagan bilan men hammani bilib bo'ldim. Sen nomus qilmay yovuz qotilning so'g'isini ko'tirib kelsan. Bu shafqat emas, qilta. Bilamsan buni. Rahmatlik otamga qandoq miyuz kelalaysan? Avval seni bo'g'izlab, ondan u zolimni qo'lsini olmasan. Qattiq g'azablangan Ali Bey yendik qilicha qo'l uzatdi. Sen bo'ldingmi? Onangga tig' ko'taramsan? Yugurib kelgan Mabkay sahib bor kuchi bilan uni quchoqlab tutib oldi. O'g'limni qo'yib beringlar, u meni o'ldirsin. Uning aytganlari rost. Dadasini o'ldirib, bolalarni yetim qilgan bag'irtash zolimga xotin bo'lishni ravo ko'rgan. Mendek aqlsiz onning beshi kesilsin. Chop o'g'lim, zolim dushmanga egilgan bo'ynimni chop. Umma Gulsum Mabkay sahibning tutib berishiga qaramay, yuganlangan otdek yo'lqinib turgan o'g'liga yaqin kelib bo'yin egib turadi. Hamma yiqib qolgan 4 o'g'il dam g'azabiga paylamay, yo'lvosdak hurkirab turgan akasiga, dam yomg'irdak yosh to'kib beshini tuvan silib turgan onasiga qarab, nima qilarini bilmay qilishdi. Inildirib, sizlar bilib qo'yinglar. Bizning dadimiz Mirza Abobakir emas. U sipil ostiq tirkimdirib etgan. Ordu yasavularining 105-i Tumurbek. Anam Mirza Abobakirdak rayimsiz qotil xufiyani xotin bo'lishga rozi bo'lgan sharmanda ayol. Men bu ahvollarning haqiqatini yaqinda angladim. Ali Bey darg'azab ichib titrab ketdi va sal turib olib so'zini davomlashtirdi. Toshvirak zolim Mirza Abobakirning buyrug'i bilan uning zulmi qarshi qo'zg'algan modu, Chekroq aymiqi va uzgan odamlardan 2 mingni qatl qilib, 3 mingning putini tizidan kesib tashlab qaytib kelayotgan chig'imizda Xo'ja Muhammad Sarvari degan sarson kishi bilan cho'lib uchrashib qoldik. Bu zot bizning nima ishlarni qilib kelayotganligimizni so'rab bilgandan keyin ho'ngrab yig'lab ketdi. Sizlardan begunoh yetim yesirlarning qinib furab turdi. Men yiroq ketay deb bir narsa bersakmi olmay, bizda yiroqlashdi.
Ben arkasından berip bir toğraq tüvüdü onu toxtattım. O menin kimlikimni so'radi. Ben onunla mana bu vafasız anamның ismini aytib berdim. U turib ketdi. Baş gözümni siladi. Anam sizlarni salomat cho'ng qilish maqsadida Mirza Abubakirga xotin bo'lishga rozilik bergan bo'lishi mumkin deb o'z otamning kimligini va qanday o'lganligini aytib berdi. Men haqiqiy ahvolni bilgandan keyin o'zimning begunoh qarindoshlarimni o'ldirgan qotil bo'lib qolganimda qattiq afsuslandim. Mirza Abubakirdan otamning begunoh o'ldirilgan qarindoshlarimning qisosini olishga bel bog'ladim. Shundoq turib bu Batniya sultonning so'g'isi qandoqmi qabul qilib uning qapqig'iga dassak. Bu badbaxt o'z yig'imiz bilan o'zgishimizni qo'rmoqchi. Buni bilamsan ana. Aytib baqa. Zodi nima uchun bu badkor zolim xotin bo'lishni o'zingga ravo ko'rdi? İşte muştumunu tügüp, nefret bilen qaragan oğlunun aldıda baş selip yığılap turgan Ümmə Gülsümnün bütün bədini boşuşup o'ltirib qaldı. Ananın bu halini görgen oğullar onun etrafıga ulaştı. Ali Begmo çırayı özgürüp ketken anasıdan ensirep inişip göz saldı. Etme ana, zadi nimi üçün? Ümmə Gülsüm iki kolu bilen yerini terep beşini götürdü. İnişip turgan Ali Bey onunla merhum iri Tömür Bey'de görünüp ketdi. O as boşunu yığıp dedi. Oğlum, balalarım, merhum atanla Tömür Bey tirikbeti, sepil astığı besip etilgenden ki, men de o kısas elişistiki bolgan idi. Cenab-ı Allah bana şundak bir cüret ata kıldı ki, o zalimin yolunu tostum. Kudret ilahinin karameti bilen o bağır taş beni öldürmek, öz nikahıga almakçı oldu. Ben sizlerini salamet çoğ kılış, atamlarının kısasını eliş üçün makul oldu. Allah'ta məlum, köp ketim ona kanhurluk kılıştın tostum. Sizlerini Allah'ın inayeti bilen çoğ kılıp aldı. Kısas eliş beytini kütüp şaşırım akırışka başladı. Ben bunun bilen özümünü aklamak cemesmen. Ben günahkar, yolu hata baskan anamı. Oğlum, elbette digellerin rast. Sen beni ölümge mahkum kılsan, herkes ağırınmayman. Ahırkı ketim sana dua berey. İnirleringe yaxşı qara. Onlardan ayrılmay, Mirza Abubakir'den atamның kısasını elip, muradınge yetkin. Amin. Amin. Duaga kol götürüp durgan çığımda çepip taşıgın balam. Elveda can cigerlerim. Öyleyce tımtas bulup ketdi. Hammeylerinin közü oğlunun aldıda boyun egip turgan ana deydi. Eğer oygu çümgen büyü Aysxan birinci bulup cımlıkını bozdu. Balam, men mi seni bir çoğun kıldım. Bu kemgece Mirza Abubakir'nin körsetmesi boyunca iş kılıp gelgen edim. O padişah nahak iş kılmaydı dep oylaydım. Yıllarının ötüşü bilen onun rahimsiz, zalim işkenlikini tonup yetken bolsam mı, onun sızgan, sızgıdan çıkmay gelgen edim. Gepini anlap, onundan rayım bütünle yandı oğlum. O toyun buluş aldıda bana bir kutu zehir berip, bu şunlarını közden yok atmasam, ahir beşimge bala buluduğun dek turudu. Muafık peytini koldan vermey, bıraklı ucuk durup ettep buyurgan edi. Hala bugünkü günge kelgeçe muafık peyt gelmey, sizler hayat kaldımla balalarım. Eğer bugün xenim kelmegen bolsa, uzunluğu kalmay, cinlağı zaman bular işkenmen. Xuda sakladı. Bugündün başlap Mirza Abubakir'nin emes, sizlerinin hizmetinlardı bulumen. Hatırcan bulup, muddağı edişinin koyduğu şer durunla. Bu dünyaga yaxşı niyet törük, yaman niyet kolangan koza. Ananın yaxşı niyeti ballarını kutquzupla kalmasdan, sultanға sadık kullarını yaman peyleden yandırdı. Ümmə Gülsüm'ün taxtırının bu karametinden bir bişaretini sezgendek boldu. Ali Bey işki onu aldıdı tizlandı. Rahmet anılarım, Allah'ın inayeti bilen bizlerden qaytı törelgendek boldu. Mirza Abubakir'nin toyum kılgan soğusunu emdi kubul kılımen ve onu siz anam bilen, siz atamgı tutumen. O orundan dest durup, deriz aldıdaki parıldap durgan altın abduvani götürgenice mətike sahip bilen Büyü Aysxan aldıdı koydu. Kubul kılgaysılar.
Balonlarımni mana shundoq azimat qilib yetishtirib berganinglar uchun tog' oltin bersak ozlik qiladi. Qabul qilinglar. Biz umrvoyat ayrilmaydigan tuqqanlardan bo'lib qolaylik. Dedi Umma Gulsum bu Aysxonni quchoqlab. Nabika soyib oltin Abduvaga zang serib, og'zini ochib qaradi-da, uni ko'tirib dim qildi. Sharrada unchi marvoyat yoqut marjonlar yerga to'kildi. Qatlangan bir parcha patloq kashmir qog'ozi ham Abduva ichidan tushdi. U qog'ozni ochdi. Uning o'ttirisiga xushxat bilan mo'nin xat yozilgan edi. Xumar xotun o'g'lining to'yi uchun. Bu xatni Aysxonning qo'liga oldi va o'qib Umma Gulsumga berdi. U o'qib Ali Bakka berdi. U inillarga unliq qilib o'qib berdi. Xumar xotun kim o'zi ona? So'radi kenji o'g'li To'mirbek. Umma Gulsum javob bermay uni bag'riga bosdi. Assalomu xon ana. Qo'shni qash zilva oq yuzlik yosh bir ayol ro'moni qiyo qayrig'inicha ayvondan chiqib Umma Gulsumga ta'zim qildi. U uy ichida deraza turib bo'lgan gap so'zlarni anglab ajoyib hayron qolgan edi. O'zining haqiqiy qaynonasi Umma Gulsumxon ekanligini bilgandan keyin boyatdan beri qo'rqinch besib, alaqsada bo'lgan ko'ngli aromiga tushib salom bergili chiqqan edi. Umma Gulsumxon uni ko'ribla kelin ekanligini bildi. Mangzini yiqib ko'rishib, tinchamonlik so'radi. "Obdan turib qizim, ahvolni asta-asta tushunib qollar bolam." U barmoqidagi parqirab turgan olmos ko'zlik uzukni kelinning qo'liga selib qo'ydi. "Ana, kelinlarning ismini asrda saqlay olmagan bo'lsa kerak, Fatima deb chaqirsa bo'ladi," dedi Ali Bey uning so'rg'isi kelganini bilib. "Qutlug' qilsin bolam. Xudo baxtinglarni berib, ko'p farzandlik bo'lg'aysizlar." "Xatda yozilgan Xumar xotun zodi kim bo'ladi, ana?" Sözünü bölüp yana so'radi To'mirbek. Uning bekmi belgisi kelgan edi. "So'ravermagan bolam," dedi bu Aysxon To'mirbekning beshini silab turib. "Anglayotganinglar biri qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi." 15-bob. Oshiq qizning taqdiri. Quduq şekilde cho'nqur ko'langan zay tar zindonga olqindak yo'riq tushdi. Pahal silingan nam yerda o'ltirib, Suri Yusufni o'qiyotgan Saidaxon ajablanib beshini ko'tarib yuqoriga qaradi. Zindonning ustiga yepilgan tosh yapqu bir yoqqa qayrib qo'yilgan edi. Zaydab sho'rilishib ketgan zindon temidimi baldoq shaklida yo'riqlik paydo bo'lgan edi. Dal shu chaqda uningga bir sevatga silingan tomoq tushdi. Saidaxon peqir qulonga o'zing nijotlik bergaysan deb duo qilib, sevatdan bir non, bir xumra choy, bir chiniga usulgan polo, kavob qilingan qirg'ovul go'shi, bir piyola anar sharbati va tomar chiqatlangan bir parcha xatni oldi. U texmi hayron bo'lib, yuqoriga ikkinchi qatim qaradi. Sevatga chigilgan tana lappanchib turadi. Boshqa hech nimani ko'ra olmadi. Odatda har kuni 2 vaqt yemeklik, atdiganda bir xumur choy bilan bug'doy yoki orpa neni. Peshin namozdan xeyli keyin bir qoch suyuq qosh yoki sho'yla bilan bir xumur choy sevat bilan tushiriladi. 8 oydan beri shundoq bo'lib kelgan edi. Ajaba, bugun quyosh g'arbdan chiqqandek o'zgarish bo'ldi-ku. Hatto tanining uchini tutib turgan zindon qorovulin ko'rinmaydi-ku. Saidaxon yuqoridan ko'zini uzib, xatni qo'liga oldi. Bu nima xatdi? U avaylab echib, xatni o'qimoqchi bo'ldi. Uning qilish tekkan putidagi yara saqishga boshlagan bo'lsa-mu, sadoq o'q tekkan chekisi texi shalvarab turganlik uchun ko'z qapoqlari ishib ketgan edi. Shunga xatni tasda o'qidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Batur Shahzoda, salom sizga.
Yaratquchimiz Allohning taqdiri bilan sizni bog'lab o'rdidan zindonga elib ketayotganda qasr darajasidan ko'rgan edim. Shu daqiqadan boshlab ishqingizga mubtalo bo'ldim. Allohdan taladim. Bir necha oydan beri sizdan xabar elib turish qo'yda o'ylana oxir tavakkul qilishga bel bog'lab, bu vaqtimdan tartib tarbiyat qilib cho'ng qilgan bu Hajar enik onamga bu sirimni aytdim. U menga bekmi kuyunatdi. Soğun halimga, ko'z yoshlarimga chidab turolmay, xufiyona uqishib, sizning kimligingizni bilib, meni xabardor qildi. Shuning bilan sizga bo'lgan g'oyibona ishqimga yog' chechilgandek bo'lib, pirog'ingizda yurak bag'rim dog'landi. Men bu dunyoga to'ralmasam bo'pti ekan. To'ralgan bo'lsammi, sizni ko'rmasam bo'pti ekan. Taqdim taq bo'lib, tamoqdan qoldim. Shu holda bu Hajar enik onam sizga qaraydigan zindon qarovuli bilan ko'rishib, ko'p narsalarni berib, sizga non osh avatib berishimga uni ma'qul keltirdi. Mana bugun juma kuni birinchi qatim Allohning inoyati bilan sizga non tomoq avatdim. Mumkin bo'lsa, tomoqqa chiqqanda ishga ilik javob yozib, sizga shaydo ko'nglimni umidvor qilg'aysiz. Sizni Allohga topshirdim. Didoringizga tashna mashqingizdim. Sayidxon hayrat qoldi. U Shaybonxon bilan yaxshi to'xtam tuzgandan keyin Anjan orqali Mo'g'ulistonga qaytgan ota-onasi, aka-inilarini nihoyat seg'ingan edi. O'zining elib qilinganligiga to'limi afsuslangan edi. Xo'jandin o'qisiga keltirilgandan keyin qayg'usi texini oshdi. 12 yosh chig'ida Mirza Haydarning o'gitishi bilan yod elib olgan Sura Yusuf surasini o'qish bilan zerikishlik, azobli zindonda kunlarni o'tkazishga boshlagan edi. Kutmagan ish uningga umid baxsh etdi. Saidxon ko'zining echishib og'rig'ini qaramay, xatni 3 qatim o'qib chiqqandan keyin ishtaha bilan g'azalandi. Zindon temidagi ushluq toshni o'ttir barmog'ining uchiga patirdi. Qon chiqdi. Cho'ris kashtalangan oq qo'l yog'liqini tizib qo'yib. "Ey go'zal Dilrabo, Alloh sizga rahmat qilsin." Saidxon degan so'zni qon bilan yozdi. Ondan bosh barmog'idan qon chiqib turgan o'ttir barmog'ining uchiga chin besib turib, qonni to'xtatdi. Uning chiroyi optopdek echilib, ruhlanib ketgan edi. Xatni piyola ichiga selib, dasturxonga o'rab, sevatga soldi. Hamyonidan 2 tillani elib ustiga qo'ydi. Bir chaqda tana labbanshib, sevat yuqoriga tortildi. Saidxon qarab zindon yasovulni ko'rdi. Har kuni namoz degar vaqtida 2-chi qatim sevat tushadi. Mazalik taomni yeb, anor sharbatini ichib, uning salomatligi xayrli asli kelib qolgan edi. Ba'zi kunlari uning esiga Anjan yo'lida daryo bo'yidagi qashaliq bog'da uchratgan heliq qiz keladi. Go'yo bu tomoqlarni shu qiz tushirgandek his qilib, uning bilan qayta didor ko'rish orzusida bo'ladi. Barat eyida uningga kuja, sumilak etib tushirdi. Saidxon har yili alohida sanab etiladigan bu oshlarni nihoyat yaxshi ko'radi. U Nuruz kuni sevatda ko'kcho'jurisi bilan buduni kop ko'rib ziyoda xush bo'ldi. Oq ipak yog'liqqa o'ralgan qizarib pishgan bir samsa, 3 tal g'ora, 1 tal uzun qarchashni ko'rganda hayajondan yuragi tepichakladi. Samsa tunurdan yeng qumrilgan shunda qiziq edi. Saidxon samsini qizning yuragi qiyos qildi. Yurgim mana shu samsidek paraq o'tida puchilanmoqda degani bo'lsa kerak. Bu 3 g'o'richu. 3 kunga bishorat. 1 tal qora chachchu. Mirza Haydar chach ayollarning siri deb bergan edi. Xo'sh, shundoq bo'lsa qanday ma'no chiqadi? U o'ylanib o'tirib, "Ha, mana topdim. Chachning qoraligi kechiga bishorat. Bugundan boshlab 3 kun o'tsa, indilliq kechida u keladi ekan" deb o'rnidan turib ketdi. Rost shundoq bo'lamdi, bo'lmamdi, bu Allohning o'ziga ma'lum. Shu pak muhabbatga mubtalo bo'lgan qizni o'z panohingda saqlag'in ulug' Alloh deb duo qilganda uning ko'ziga etakni tilla bilan oson to'shqizg'ili bo'lmaydi degan osh qiz ko'ringandek bo'ldi. Ajab hol, bu dunyo o'zining ajoyibligi bilan shunday go'zal jalb qarmadi. Yoki inson o'z xohish muhabbati bilan visolga yetish qo'yda turmushni shunday sirliqlashtirib o'tganmaydi.
Saidxon o'ylab o'ltirib, tamoqni bir g'o'ri bilan yedi. Samsini atdigan bir g'o'ri bilan yeyman, o'gini yana bir g'o'rini yeyman. U Dilrabo bilan Xudo xolisa indilliq kech didor ko'rishiman. Sura Yusufni o'qiganligimning xosiyatidan shundoq bo'lyapti kerak. Saidxon bo'shagan qochlarni sevatga soldi. Bo'ynidagi tumarini elib, yog'liqiga o'rab, uni sevatning bir burchiga selib qo'ydi. Sevat tortilib, zindonning ustiga chiqib ketgicha qarab turdi. Shaybonxon Samarqandga kelib, Ko'k saroydan taxtga o'tirdi va 6 oyni aysh-ishrat bilan o'tkazdi. Abu Said Mirza zamonida hashamatlik yasalgan bu saroyda ham taxtga o'tirish, ham jondan judo bo'lishdan iborat ikki dabdabalik, qo'rqinchli ish ado qilinib kelyapti. Sultan Mahmud xonni Mo'g'ulistonga ketkizib etib kuchayib qolgan Shaybonxon Ko'k saroydagi taxt ustidan Xorason, Xorazm, Eron taraflariga ketgan oyg'oqchilardan uchur kutib xiyolga cho'kkan edi. Fursat keldi. Husayn Bayqarani mag'lub qilib, Xorasonni ilkimga olsam, Xorazm darvozasi o'zligidan echiladi. Xusrav Shahmo kallasini qo'ltiqqa qisib oldimga keladi. Ey Shohlarning shohi, Ahmad Tanbal oliyg'iga tuzkorlik qilib isyon ko'tiribdi. Anjondan oyg'oqchi keldi. Dedi Jonbay ta'zim bajo keltirib. Shaybonxonning manglidan sovuq tar chiqib ketdi. U Ömer Shayx Mirza vafot bo'lish bilanmi, uningga osiylik qilib o'zi tarafga o'tib ketgan Ahmad Tanbalga bu chaqich ishinib kelgan edi. Nim dedim? Ahmad Tanbal holiga boqmay, men qilich ko'tiribdim-a? Dedi sovuq kulib. Undaq bo'lsa men o'zim otlanib, marhum Ömer Shayx Mirzaning ro'yini xush qilib qo'yay. Bugun kech butun askarlar otlansin. Xo'p, shohim. Janibay namoz degarga qolmay Samarqanddagi barliq askarlarni otlantirdi. Ular terak yaproqlari tengi bo'lganda o'qsiga yetib keldi. Ahmad Tanbalmo otlanib chiqqan edi. U ko'nglida o'qsi hokimi Bayzidni o'ziga hamkorlashidi deb bilgan edi. Ammo undaq bo'lmadi. Bayzid Shaybonxon tarafda turdi. Jang qattiq bo'ldi. Janbaq qo'shining xillangan qismini Ahmad Tanbal askarlarining orqasiga yo'shirin o'tkazib oldi. İşki arlaqda qalğan Ahmad Tanbal oxiri asriga tushdi. U Shaybonxon oldiga elib kelinganida puti va o'ngirsidan zaxmlangan edi. Bilqut xazinasi. Sen azaldan vafosız qul eding. Eshakka munguz bermagandek Alloh taolo sana podshohlik nasib qilmadi. O'liming oldida buning ixromisan. So'radi Shaybonxon chiroyi qaridab ketgan Ahmad Tanbaldan. Rost deding zolim. Dedi Ahmad Tanbal ko'kirkini kargan holda. Men o'z podshohimga osiylik qilgan edim. Bugun uning jazosini tortib o'taman. Qani, chirib tashla. Bo'yningdan emas, putingdan chanayman jallod. Yuziga qora niqob tortgan ikki jallod Ahmad Tanbalni so'riginicha elib chiqib, asir tushgan askarlar oldida putidan beshigacha palto bilan chanib o'ldirdi. Shaybonxon g'azablangan edi. U Samarqandga qaytmay, Yesari Qunduz tarafga yurish qildi. Atlanish oldida Anjon viloyatiga Jonibek sultonni hokim qilib, Saidxonni uningga topshirdi. Bu jahil shahzodiga kun nurini ko'rsatma. Xorasonni olganimdan keyin Mo'min Mirzadek bu dunyoning azobidan uni qutqizaman. Xo'p, shohim. Jonibek sulton bilan Bayzid Saidxon yotgan zindonga keldi. Uni qorong'i zindondan chiqardi. Shahzodam, siz erkinlikka chiqdingiz. Endi men bilan Anjonga keting. Saidxon buningga birdilla xushal bo'lib ketmadi. Ketmayman, o'qsiydi qolaman. Dedi u qat'iylik bilan. Ketsiz shahzoda, xonning amri qarishtirg'ili bo'lmaydi. Zarba qildi Bayzid qo'ng'ir soqini siqinib turib. Men ahdimni buzolmayman. Saidxonning tishlari g'o'chirlab ketdi. Kim bilan ahd qilishgan edingiz? So'radi Bayzid hayron bo'lib. Qizingiz bilan. Qaysi qizim bilan? Uni texi bilmayman. Yotliq qilinmagan birlik qizim bor. Agar shariat hukmiga xilof oldi nomahram ishlarni qilib yurgan bo'lsa, kallasini uzib tashlayman.
dedi Bayzet soqollarini titartib. Uning cheqir ko'zlariga qon to'ldi. Saidxon o'zining xato qilganligini birdala sezib, dengiziga tushib ketdi. U bag'irtash ota oldida qizining sirini oshkorlamaslik kerak edi. Afsus, go'daklik qilib qo'yganligini bilib, lablarini tishlab qonatib o'tdi. Canibek Sultan, bu şum Eğiz Şahzadini elib ketibering. Beynimiz qizimning jazosini o'zim beraman. Bayzet zindandan o'rniga kelib, eng kichik qizi Gulsuruxni oldiga chaqirdi. Bugun kecha Saidxon bilan uchrashish uchun enik onasi bilan tayyorlik qilayotgan qiz ajabsingan holda otasining oldiga chiqdi. Sen Saidxonni bilamsan? Qizning yuzi shalpardaq qizarib turib qoldi. Xudo haqqi, rost gap qil. Saidxonni bilamsan? Allohning bildirgan ota. Asta javob berdi qiz. Uning bilan ahd qilishganmi? Biz yuzdirani ahd qilishmagan. Mundaqda, dedi Bayzet. U qizini o'zi ixlos bog'lagan Bobur mazg'a yotliq qilishni ahd qilgan ekan. Shuni ko'z oldiga keltirib so'radi. Qandoq ahd qilishgan? Bugun kecha uchrashishga. Qandoq uchrashishga? Buni aytay olmayman. Qiz otasining alpozidan qo'rqib o'tirib qoldi. Haydi obdan qizim, sen o'z baxtingni yo'qotib qolmasdin, hayotingni oxirlashtirding. Xayr, bu taqdir, jallod. Ko'k kiyimlik yuziga niqob tartgan do'g'loq bir odam uning oldida tez cho'kdi. Bu sharmandani u dunyoga ustib qo'y, dedi Bayzet qahri bilan varqirab. Qana tez elib chiq. Dada, bu nima qilganingiz? Ana! Gulsuruxning nolisiga hech kim javob bermadi. Jallod uning qora chashrini qamallab tutib so'ragunicha qushxona deb ataladigan odamni har xil usul bilan yoshirin o'ltirish uyiga elib keladi. Uy hokim o'rdisining yon tarafida bo'lib, atrofni egiz o'sgan suvodan teraklari o'rab turardi. Hech qaysi podshohga bo'ysunishni xohlamaydigan Bayzet o'ziga qarshi chiqqan har qanday odamni kechirmaydi. O'qsida podshohdek hukmronlik qiladi. Irodasi xiloflik qilg'uvchini yosh qirliqqa qaramay o'limga buyurdi. Podshoh Bobur Mirzoga atab qo'ygan qizining nomussizligi uning o'g'isini qaynitib, g'azab qarini oshirgan edi. So'rilib ketayotgan qizga qarab, yuragi pichoq urilgandek zing'ildab ketgan bo'lsa-mu, mang'izdan oqqan yoshni yem uchi bilan surtib etib, "Sening taqdiring shundoq ekan shu" deb ko'zlarini yumib oldi. Anglayotganinglar biri qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Jallod ostamandi. U Bayzetning o'z qaroridan yenib, darhol odam avatib, qizini yondirib ketishini umid qiladi. Ko'p odamlarning beshini kesgan bo'lsa-mu, bu go'zal qizga kelganda o'zining Bayzetdan bag'ri yumshoq ekanligini sezdi. Lekin odam kelmadi. U Gulsuruxni qorong'u qushxonaga elib kirdi. Bu uy go'rdak jimjit ham sirlik edi. Jallod atrof qarab qo'yib, qizning yuzidagi chundulni qayradi. Ah xudo, men degan lavan nozin qiz bu. Uni o'limga mahkum qilg'icha peqirga xotin qilib berishni ravo ko'rsang bo'lmasmi? Dilqut xazinasi. Dunyoda men bunday go'zal qizni ko'rib boqmagan. U o'ylab turib qoldi-da, birdan sirlik chiroyda burun ko'rilib boqmagan g'aliz tabassum paydo bo'ldi. Va qizni chin quchoqlab, yuz ko'zlariga suyib ketdi. Gulsuruh uning soqol bosgan yuziga bir dastak urdi. "Ey qarg'un namak, o'shingni yiqib, otamning buyrug'ini ijro qil." Jallod chapaloq tekkan manzini solib hijaydi. "Malikam, bag'irtash otamizning buyrug'ini ijro qilg'im yo'q. Men sizni yiroqlarga elib ketay deyman. Endi siz ozoda." Jallod uning qo'ldan tutib piyo o'chib tarafga tortdi. "Iflos qulog'ini paktinimga tekkizgich bo'lma atla!" dedi qiz qo'lni tortib elib. "Otamning buyrug'ini ijro qilmasam, berib aytdim." Gulsuruh ishga qarab mangdi. Jallodning yuzlari chimildab, lavlari titrab, og'ziga so'z kelmay qoldi.
u qizning qora chachlaridan bir tartibli yerga yotqizdi. "Ishni ajab aytmabdi mana", dedi u pichirlab. Vahim bosgan holda bir qo'li bilan qizning peshonasini yerga qattiq bosib, olmos simlar esilgan bo'yniga ko'z tikdi. Qapqara kirpiklar yumilib, uning hayot chirg'ini yo'shirgan edi. Faqat gul yaproqidek lablari titrab, bo'yin tomirlari lapildab turardi. Jallod gazbaqlab ketgan yirik qalbini yalab, uningga xanjar urish oldida oxir qitim suyib olmoqchi bo'lib emishdi. Shu chaqda ishdan yuziga niqob tortgan bir chavandoz etilib kirganicha jallodning ikki tovoqqa orasi xanjar urdi. Jallod og'riqdan to'lg'inib, yenicha yiqildi. Og'izdan bulduqlab qon chiqdi. Xartildab etib tupurlashga boshlaganda niqobliq odam go'suruqni yo'lab turg'izdi. Qizning uzun qora kirpiklari bir echilib, bir yepilib, oxiri biroqli echaldi. Oyat chirg'i pallida yinib, oldida turgan niqobliq odamni va yerda sumoyinib yotgan jallodni ko'rdi. "Siz Saidxonmi? Sizning kelib qutqizib berishingizni Allohdan tilagan edim", dedi qiz aram so'zlab. Niqobliq odam niqobni elib etdi. Qiz burti amri xat tartgan navqiron yigitni ko'rdi. "Saidxon shu. Ah, Xudo, uni meni qutqizishga avatsan. Meni bu o'lim saroyidan tezlik keting, shahzoda." Yigit sal hayron bo'lgan holda qizning qo'lidan tutib yetilganicha qushxonadan chiqdi. Terakka bog'lab qo'yilgan to'riqni yashdida sakrab minib qizni oldiga oldi. At ushqandek chepib ketdi. Birdamdan keyin daraxtlar orasiga g'oyib bo'ldi. Anglavatqaninglar bir qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 16-bob. Ona duosi. "Shahzoda, men Shaybonaxonda qonxo'r emasman. Yenimda erkin ozoda, qadr-qimmatingiz bilan turishga ishinamsiz?" "Yo'q. Sultan ağa, men ishonmayman. Sultonlarning qon oqizmaydigini yo'q. Men bu sulton bo'lishni orzu qilaman-da, shu orzuga yetish uchun jon tikib kurash qilaman. Shundoq ekan, qandoqmi qon to'kmay sulton bo'la olayman? Qon to'kmaydigan sulton dunyoda yo'q." "Shahzoda, so'zingiz nihoyat o'rinliq. Qon to'kmaydigan sultonning yo'qligi rost. Ammo qonxo'rlik bu boshqa. Shaybonaxon boshqalarning qinini to'kmoqda. Oqibat o'zining qin to'kiladi. Gerçi men uning yaqin sarkardisi bo'lsam-mu, uning bilan bir yo'lda emasman. Buni tushunib qolasiz. Anjonga borganda men sizni o'z bolamdek asrayman." Jonibek Sulton Saidxondan javob kutmay, ot choptirib askarlarning oldiga o'tdi. Shahzoda tizgin tartib otni to'xtatdi. U qizning holi ning bo'lgandi. Rasululloh otsi u qizni o'ldirib yetami? Ajab amalsiz bo'lib qoldimi? Uni shu holda tashlab ketishim nomardlik bo'lmasmi? U etini orqaga burab qamchi urdi. Ammo Jonibekning bir qancha bag'is basri uni yiroqlamay turib to'sib oldi. "Shahzoda, siz orqangizni qayting. O'lim uchraysiz", dedi tez yetib kelgan Jonibek Sulton. "Saodat oldingizda. Men o begunoh qizni o'limga tutib berib, o'zim hayot qolsam Xudo ravo ko'ramdi, Jonibek og'a." Chek tomirlari ko'pgan Saidxon yo'limni to'sma degan ma'noda uningga tikildi. "Janobi Alloh ravo ko'rmagan bo'lsa, siz shu yerda qatl qilingan bo'lardingiz. Halbuki u qizni o'z otasi bilan Bayzidning o'ltirishimi natoyin. Bu yerdagi hikmat oldimizga manzillarda echilg'usi shahzoda. Orqaga yenish Allohning amriga muxolif keladi." Saidxonning etini burab, hech kimga so'z qilmasdan yana Anjonga qarab yo'l oldi. Jonibek Sulton uni qochirib qo'ymaslik uchun G'o'ja Eli boshchiligida 7-8 yasovulni uningga qaratib qo'ydi. U ana shundoq izzat ikramliq tutqun bo'lib Anjonga keldi. Marhum cho'ng onasi Esan Davlat begimning tashlanib qolgan beg'ib turdi. Hech kimga aralashmadi. Ota-onalaridan, urug' tuqqanlaridan xabar ola olmadi. U o'zi etikiga tilla tashlab bergan shu qiz bilan o'ziga g'oyibona oshiq bo'lgan Bayzidning qizini o'ylab kunlarni xomush o'tkazatdi. Uningga qarayotgan G'o'ja Eli sharafxo'r odam edi. U Saidxonni yoqtirib qoldi. Gayda bu yigit podshoh bo'lsa, meni vazir qilarmi degan o'y uning ko'nglida texmi shirin xiyollarni paydo qiladi.
Şarap xemirden qıl sug'urgandek odam ko'ngli g'amni sug'urib oladi o shahzoda. Qani, sharab ich. İşlerin bunun bilan o'ngshilib ketishi mumkin. Deydi o pat-pat. Saidxon üzüm şarabidan içti. Özünü yeni kes qaldı. Canibek Hisarni elib, Qunduzga yurish qilgandimi, sharafga o'ginib qolgan Saidxonni o'z yinidan ayirmadi, ammo jangga qatnashtirmadi. Xuddi qafasga so'langan locindek uning ishsiz qilib, hech kimga gap qilmas bo'lib oldi. Mo'g'ulistonga ota-onasining yeni qechib ketish uchun xufiyona harakat qilishga boshlagan edi. Bu shahzodaga jin ko'nglidan ixlos bog'lagan G'o'ja Eli asir tushib Jonibek askarlariga qo'shib etilgan Sulton Mahmudxon Ahmad xonning navkarlaridan 17 odamni uning bilan ayriliqqa uchrashtirdi. Men endi taqat qilib tura olmayman qarindoshlarım. Yurkim og'zimga tiqildi. Dushman iskanchisidan qochib qutulmoqdan boshqa chora yo'q ekanligini bilib yetdim. Agar menga hamroh bo'lishni xohlasanglar, sizlarni xalq olam oldida yerga qaratmayman. Shahzodaga jinim pido. Dedi o'zini Saidxonga yaqin tutgan G'o'ja Eli. Boshqalarni uningga sodiq bo'lganligini bildirishdi. Saidxon Ahmad Tanbalning nazorati ostida u qayerga borsa, shu yerga elib beriladi. Shundaq yo'l yurib ko'p odamlar bilan tanishdi, sirdashdi. Hisardan Qunduzga ketayotganda G'o'ja Eli uningga ish bag'rini to'kib dedi. Mirzo Babakri Aqsuni besib olganda ota-onam boshliq necha yuz odamni bo'g'izitib, oqqan qonda tugman cho'gilatgan edi. Men kechasi 3 turponga qochib ketgan edim. U yerda tura olmay seriq qo'l, qora qo'l taraflarga bordim. Oxir Anjonga kelib bola chaqiliq bo'lib turib qolgan edim. Bu yerda kunim xeyli o'pdan edi. Aslida men Sulton Umar Shayx Mirzoga navkar edim. Orzuyum sultonning ishonchisiga erishib, bey bo'lish, sardor amir bo'lish edi. Sulton Umar Shayx Mirzo qazo qilgandan keyin olam malmallashib ketdi. Shirin orzularim so'g'ichlashdi. Anjon qo'ldan qo'lga o'tib turdi. Bir kuni noma'lum bir to'p odam uyimga bostirib kirib, "Sen hiylagar odamchi, qancha odamlarni sultonga chiqib nobud qilding. Endi ularning qisosi san keldi ablaqda baqoratlab, ko'z oldimda yosh amroq ayolimni nayiz tiqib o'ltiribdi. 2 narsid balamning chatirig'ini kerib, 2 pora qilibdi. Meni bog'lab, narizorimga qaramay daryoga tashlabdi. Odamning ajali to'shmasa, tugman ko'ylisdan saq chiqadi degan rost gap ekan. Daryoda eqib berib bir to'smaga urildim. Qarsam, sol ekan. Solchi meni suvdan tortib chiqardi. Suv uzishga mahir ekansan, shuncha ulug' suvda qo'ling bog'liq turib o'lmabsan dedi. Men Allohga shukrlar aytib Samarqandga bordim. U yerda Shaybonxon yasovullari tutib oldi. Shohlarning shohi Sulton Muhammad Shaybonxonga navkar bo'lish uchun Anjondan keldim deb turib oldi. Jonibek meni navkarlikka qabul qildi. Bir necha yildan beri uning xizmatida bo'lib kelyapman. Saidxon, sen meni tug'ilgan elning xoniga o'g'il ekansan. İradang kuchlik, arzu niyating yuksak ekan. Sen qayerga boshlasang, shu yerga boraman. So'zimda turmasam, bu olamdan turmay. G'o'ja Eli qasam bilan so'zini tugatdi. Uning yendigilarni qasam ichdi. Tavakkul qilib bugun kecha Jonibek askarlaridan ayrilib Qunduzga borayli. U yerda Sulton Mahmud Mirzani bularni besib kelayotganligidan ogohlantirayli. Biz bilan birga Shaybonxonga qarshi jang qilishni xohlasa, birga jang qilamiz. Xohlamasa Alloh dilimizga solgan aql bilan ish qilamiz. G'o'ja Eli boshliq 17 nafar kishi Saidxonning so'zdan chiqmaydiganligini bildirdi va oldi-keyni bo'lib Jonibek askarlari bilan birga minishdi. Kash kirdi. Oy qorong'isi edi. Bir iqim bo'yida Jonibek bargoh qurib askarlarni orom elishga buyurdi. Yo'l yurib borgan askarlar qattiq uyquga ketishdi. Yerim kecha bo'lganda Saidxon o'rnidan turdi. G'o'ja Eli amroqlarining tayyor bo'lib turganligini aytdi. "Shart chiqarmay otlaninglar", dedi Saidxon. "Men yo'llarning hammasini bilaman. Sizlarni chiqir yo'l bilan Qunduzga o'zim boshlab boraman", dedi G'o'ja Eli yo'lga tushib. Uning kaynidan 17 kishi bir-birlab yo'lga chiqdi. Tong otqicha ular nihoyat yiroqlab ketdi. Otlari qora targa cho'mildi. Shundaq tez minishdiki, qo'rsoq ochganda ot ustidan g'izolanib, bir yerda to'xtamay bir necha kun yo'l yurdi. Havo tutuq bo'lg'achqa Qunduzga qaysi mahalda yetib kelganligini bilisholmadi.
Darvoza oldiga kelganda yasovullar ularni org'aylab oldi va Saidxonning tarafi bilan o'rniga elib keldi. Sulton Mahmud Mirzo og'ir kasal edi. Saidxonni tanimadi. Uning bosh vaziri bo'lgan Xusravsho Saidxonning so'zini anglab dastlab kulib qo'ydi. Keyin so'g'uq nazar bilan: Sultanimiz Mahmud Mirzo og'ir kasal. Jang qilish qudratimiz yetsimi, sultonimizni biyoram qilishga jur'atimiz yetmaydi. Biz Shaybonxon bilan sulh qilamiz. Qaysi yo'l bilan kelgan bo'lsanglar shunda qaytinglar. Bo'lmasa peshkanlik uchrab qolasizlar. deb qo'g'lagandek do'q qildi. Saidxon Sultan Mahmud Mirzoning xonishi bo'lgan hammasi Sultan Nigar xonim bilan ko'rishmay, shu kechasi yo'lga chiqib ketdi. Janibek Sultanning shu kuni Isfarni olganlik xabarini ayqoqchilardan eshitgan Xosravsho Saidxonning so'ziga ishonmaganlik uchun levini qattiq tishladi. U Sultan Mahmud Mirzoning burunroq o'lishini xohlaganlik uchun bu ishga sal qarg'an edi. Saidxon hamrohlari bilan shu mengishida 17 kun yo'l yurib Toshkentga keldi. Savdogar qiyofatida yasangan Saidxon Toshkentga Shaybonxon igdorchilik qilayotganligini, tog'asi Sulton Mahmud xonning Axshid to'xtamiga amal qilib Issiqko'l atrofida turayotganligini bildi. Otasi Sulton Ahmad xonning Oqsud vafot bo'lganlik xabarini angladi. Qarаңғы kechida bu Sulton Yunus xonning maqbarasiga chiqib Qur'on tilovat qilib qattiq yig'ladi. Otasining ruhiga duo qildi. Onasi bilan salomat didor ko'rishishni tilab iltijo qildi. U Toshkentdan darhol ketish kerakligini tushunib, hamrohlari bilan tong saharda otlandi. Tog'asi Sulton Mahmud xon bilan uchrashish shundoq oldirdiki, otlarini suqurdigan chaqdala to'xtab, boshqa dam olmay mangdi. Shunday qilib, qancha daryo tog'davallardan o'tib, Issiqko'lga yetib keldi. Sulton Mahmud xon cho'ng oq uyda ularni kutib oldi. Saidxon boshdan kechirganlarini qo'ymay so'zlab berdi. Bas jigirim, to'limi nadonlik qilsan. Yelim Xudo saqlab bu so'g'amga omon yetib ketsin. Anda onangning qishida oram ol. Ota-on qazo qildi. Akang Mansurxon hargizmi sana Mo'g'uliston shohligini bermaydi. Meni panodab kelgan ekansan, bu yer xilvat, boshqa o'yda bo'lmay istiqomat qil. Shaybonxon bilan jang qilish qo'ydi bo'lma. Biz jang qilib ko'rdik-ku, uni yengilib bo'lmaydi. Men seni o'ylab qo'yay balam. Bu yerdagi alvak hayotning fayzini sur. Saidxon ko'zlarini yo'g'on echib, bu shuhratli xon otasiga qarab turib ketdi. Shundoq bilimsiz dot odamni podshoh bo'lib nom chiqardikana deb o'yladi ko'nglida. Rahmat tog'a. Alloh egan meni jang qilish uchun yaratgan bo'lsa kerak. Bu irodamdan yanolmag'idakman. Meni kechirgayla. U boshqa gap qilmay ittik chiqib ketdi. Xon g'o'dirg'ini chiqardi. U xos navkari Mazidbekka Saidxonni nazorat qilish to'g'riliq buyruq berdi. Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzahid Kerimi Saud Davudlarning Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Saidxon nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.